Assalomu alaykum, hurmatli aziz kasbdoshlar. Bugun siz bilan men o'rtoqlashmoqchi bo'lgan ish tajribam bu 2020-yil 18-dekabrdagi va Xalq ta'limi vazirining 308-buyrug'i asosida suhbatlashmoqchiman. Asosan bu 308-buyruq ijtimoiy jihatdan xavfi bor o'quvchilar, voyaga yetmagan o'quvchilar bilan ishlash bo'yicha asosan bu sinf rahbarlari va amaliyotchi psixologlar hamkorlikda olib boriladigan ish hisoblanadi. Men shu ish yuzasidan avgust oyida bo'lib o'tgan pedagogik yig'ilishda sinf rahbarlarining barchasini Xalq ta'limi vazirining 308-sonli buyrug'i bilan yaqindan tanishtirdim va bular bilan qilinadigan ishlar har bir sinf kesimida sinf ijtimoiy pasportini yaratish, shu bilan birgalikda har bir oyning har hafta oxirida sinfda ro'y beradigan o'zgarishlar haqida hafta oxiriga borib hech qanday salbiy o'zgarishlar bo'lmaganligi haqida bildirgi bilan chiqishi hamda ijtimoiy xavfi bor o'quvchilardagi yuzaga kelayotgan o'zgarishlar ustida sinf rahbarining ishlashi, mabodo ishlagan tarzda ham yaxshi natija bermasa, talabnoma asosida amaliyotchi psixologlarga chiqishlari lozimligi. Agarda bu ishlarni amalga oshirmagan taqdirda har bir sinfda yuzaga keladigan salbiy holatlar uchun sinf rahbarining o'zi javobgarligi haqidagi mana shunga o'xshagan tilxatni olib qo'ydim. Tilxat 5-sinf rahbari Do'stjanov Farhod tomonidan berilgan. Tilxatda yuqorida aytilgan mazmundagi tushunchalar berilgan va rahbar 6-sentyabr 2023-yil ana shu tilxatni tasdiqlab qo'l qo'yib bergan. Men barcha sinf rahbarlaridan mana shunday tilxatlarni olib qo'ydim va ikkinchi qilinadigan ishimiz mana shu har bir oy kesimida hafta oxirida bildirgilarning berilishi sinf rahbarlari tomonidan. Asosan men mana shu bildirgilarni sinf rahbarlariga oson bo'lishi uchun bildirgi blankalarini o'zim taxlab qo'ydim. Sinf rahbarlari kelib har haftaning oxirida sinfda hech qanday o'zgarishlar ya salbiy holatlar bo'lmaganligi sababini ko'rsatib, qo'l imzolab ana shu bildirgini amaliyotchi psixologga topshiradilar. Shunday bildirgilardan bittasi masalan Gullan tumani 35-sonli amaliyotchi psixologi Gayipovaga 8-A sinf rahbari Matyakubova Nodira tomonidan bildirgi. Men rahbarlik qilayotgan 8-A sinfda oktyabr oyining 2-haftasida hech qanday salbiy holatlar kuzatilmadi degan mazmunda bildirgi. Men buni bildirgilar kartotekamning orqa qismiga qo'yib qo'yaman. Va yana talabnomalar asosida talabnomalardan xuddi bildirgi blankalariga o'xshab taxlaganman. Sinf rahbarlariga oson bo'lishi uchun ular bemalol kelib shu sinfidagi xulqida o'zgarish bo'layotgan avtodestruktiv, destruktiv, emotsional sohasidagi yoki shaxslararo munosabatdagi o'zgarishlarni o'zi ish jarayonida shular bilan ishlab, mabodo hech qanday o'zgarish bo'lmasa, amaliyotchi psixologlarga ana shu talabnoma asosida chiqishini yaqindan tushuntirib o'tganman. Bunday blankalarning taxlab qo'yilishi sinf rahbarlari uchun ham, amaliyotchi psixologlar uchun ham qulay va oson kechadi. Mana shu talabnomalardan bittasi sizga tushuntirmoqchi bo'lganim talabnomalardan bittasi yaqinda berilgan bitta talabnoma bu 8-A sinf rahbari Matyakubova tomonidan berilgan 19-oktyabr kuni 8-sinf o'quvchisi Nazarboyev Ruslanda shaxslararo muloqotda muammosi mavjudligi hamda emotsional sohasidagi o'zgarishlarni hisobga olib individual shug'ullanib berishingizni so'rayman degan mazmundagi talabnoma
19-oktyabr 2023-yilda berilgan. Men shu talabnoma asosida 8-sinf o'quvchisi Nazarboyev Ruslan bilan bugun suhbat o'tkazdim va suhbat oxirida meni kechir mashg'ulotini o'tkazib oldim. Mana shu o'tkazgan mashg'ulotimni men o'zimning individual va guruhiy maslahat ishlarini qayd qilish daftarimni ochib, shu mashg'ulot o'tkazganligimni daftarga qayd qildim. Sana 23-oktyabr kim murojaat qildi? Sinf rahbari Matyakubova 19-oktyabr 23-yil murojaat qilgan va men 23-sanada buni ijrosini ta'minlamoqdaman. 8-sinf o'quvchisi Nazarboyev Ruslan. Murojaat sababi dars vaqtida diqqatning tarqoqligi, shaxslararo munosabatda muammolarning mavjudligi sabab qilib ko'rsatilgan. Bu asosda men o'quvchi bilan individual suhbat o'tkazdim hamda suhbat oxirida meni kechir mashg'uloti o'tkazildi. Demak, mana shunday sinf rahbarlari bilan hamkorlikda ish olib borish natijasi har bir maktabda amalga oshirilsa, har bir sinf rahbari bilan amaliyotchi psixolog yaxshi natija beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.